5 ustoz o'rildi mana. Payji. Bundan keyin mana bular ichiladi degan gap. Xeyli o'g'illarmi mana shuni sizdek jonliq o'qiyanmaydi. Rahmat. Başta avazını jitip okudu, yani arlıqda yana özgüreldi başka bir yeni sığdı okudu. Biz eğitip getirip andaqı maqasan emas. Yani belki beni küçük görürsünüz. Arzularınla bek katı ekensizlarni. Bizning gruppamizga kelishingizne umid qilaman, talab qilaman. Agar bizning gruppamizga kelsangiz, men ko'nglim yerim bo'lib ketadi benim. Chunki siz meni bilan qo'lchim ekansiz. Rahmat. Men Polat Dursun ustazın tadı. İpek yolu sağdasın, suygunun yok şikrasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sağdasın, İpek yolu sağdasın, suygunun yok şikrasın, hoş havazla sevdasın. Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qarar Vojjon Ipak yo'li sadasi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z cheklik sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Bunda olsa hazır növbetide sahne çıkıdığan mayırımız olsa 2452 numaralık mayır. Mübarek olsun Sübinur. Sahneye çıkış aldıda turvatsız ciddileştiniz mi? Bekmemiz. Azraq ciddileşdim. Tayyorliqlarınız yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyapti. Undaqda agarda natijasiz o'ylaganingizda chiqmay qolsa qana qilamiz? Hech qisi yo'q, men davom ettirishman. Yaxshi. Mushu bir xil ruhiy holatda bugungi ifodangizdan alayda yaxshi bo'lishini, o'zingiz yaxshi ko'rgan ustozdan sizga o'rindiq aylantirishini chin dilimizdan umid qilamiz. Marhamat. Salam ekranaldagi ko'rmanlar, hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Subinur. Hozirgi ishlayotgan o'rnim bo'lsa, Qarmay shaharlik san'at o'magida ishlayapman. Naqshga bo'lgan, ishtiyoqim bo'lg'ach, bu qitimqi Ipak yo'li sadasida o'zimning uzun bo'yin o'rganganlarimni, ustozlarim bo'lsin, shundaqla ustozlarimning ta'lim tarbiyani erish maqsadida mush qitimliq Ipak yo'li sadasi programmani tizimlatdim.那可是青藏高
难道说还有赞美的歌？还是那久久不能改变的庄严？我看见一座座山，一座座山川，一座座山川相连。亚拉索，那就是青藏高原。亚拉索，那就是青藏高原。Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro savdo cheksiz şirkati Mayırlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'rnini ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Salam hörmətli ustazlar, şunaqla ekran aldiki barlıq görünmənlər. Kəmin Sübüynurdan həmmənlərə mehirlik salam. O'zingiz qayerdan nima ish qilasiz? Mən Aqsu Avatdan He. hazır işləvatqa o'rnim Qarmay şəhərlik sanat ömründə işləvatım. Avat nerede? Avatның o'zidan. Ikimizdan narsa o. Bak kamız ikimiz yanı yarık 11'den. Ma 16'dan 17'de 11'de emas, 17. Avat'tan ya neler var hep birinle bizim sanı biteyli. Pişkundan Kişli kişli. Pişkundan tutdunuz mu? Ya kişli. Pişka? Çan korun bop kettu. Biz 3 yıl tutdukça men raz. 3 yıl tutum şoňla çıkar çak kılışımız işte. Yaxshi aytdingiz lekin. Ha, Xo'ja sen boshda o'rinlarni gap qilib olam, sen yaqinda qilasan. Mana naqsha ham hammanglar bilsizlar, xalqaro musobaqada esim bo'ladigan naqsha. Shundami emasmi? Aning keyindan ma'lum bir yerlikniki, ma'lum bir yaniki, yerlik alayidligi ifodalangan, ma'lum bir millatning yerlik alayidligi ifodalangan naqsha bu. Boshda boshlagan vaqtida kasbiy ekanligini men bayqab bo'lib, boshda men o'rildim. Aning keyindan oxirini hammamiz tang huzurlanib angladik. Qo'rqib ketdim men. Acayip peyzop ketdim. Nimanda aytadigandı bu? Qiz acayip aytdi deb hayajonlanib ketdim. Rostim desam sizning ovozingiz g'amroq bo'lib qoldim. Men va Kamal guruhisidagi barcha bolalar jumladan shu bizning Kamal guruhiga qadam tashlab qilishingizni men o'rnimdan turib, egilib turib sanab saat ilib olmoqda men. Sen bu kızarlık yaşadın mı? Öpüyorsan ama balısı ne koyuyorsun? Balısı ne koyuyorsun? Qarаңыз, sizning oppoq parıldayotgan mening qara. Ma vücun degan ko'rdingiz mi? Bir vücun bor mening ichida. Ma jiroq qarab turib, tanlashingizni umid qilman. 5 yilimiz o'rliqchimiz bu. Bizning guruhni. Açıqlı cavabı cümle. Ben sizge bir anılda da örüldüm. Avazınız mağmı şunçilik bu naqşığı işençiniz bo'lmasa herkes etip çıkmaydınız. Muşunçilik xalqaralıq muştaq çoğun naqşını özünüzge işençiniz bilen muşu sahnege ep çıktınız degan gap. Qolgan naqshlarni nayt o'ngaylam ijro qilsiz deb sizdagi mahoratingizga alayda bir zo'r ishonch bo'ldi menda. Agar siz mening guruhimdagi xohlagan bir qiz naqshchilardan yoki o'g'il naqshchilardan men sizlarga o'zimningki mahoratim bilan jang e'lon qila olayman deb yurgingiz bo'lsa, albatta hozirgi bor, endi pek qilmaysiz, o'rin bor, yana ishga o'rin bor. Shundami men yanalam qiz mayirlarga alayda ko'ngil bilmagan bo'lsaman, sizlardek mushtaq kuchlik mahorati bor naqshchilar bo'lsa, texmo qo'llayman. Bizniki biroz
Gruppamiz sizni qizg'in qarshi oldi. Rahmat ustoz, rahmat. Siz adam to'shtiradigan naqsh emasmi? Siz guruh to'shtiradigan naqsh emas, shu guruhda siz bir guruhda chaqnaydigan naqshsiz. Geping keldi amma. Keldi gapiraversan. Zenton. Avval xush kelibsiz. İpek Yolu programmasiga, naqshingizga rahmat. Uzrlandık. Men en ahırda örüldüm. Lekin en ahırlık örülüşümdeki sebep ben en aşı uçuğu çıkırgan bir yerini saklap tutdumçu. Men amraq bu naqşığı. Aşağıya çıktı. Vas örüldüm. Men u yana saqlamadim chunki aytalaydiganingizga ishonchim bor. Bisvatda. Saqlab o'tirish ketmadi u yana. Men gap qilyaptim. Talışımız deyishgan go. Men gap qilganiga talashmamda. Yo'q, ash qo'shiq sab turib talashganman. Siz balkim ko'nglingizga bir aylanib bukib kelgan bo'lishingiz mumkin. Mushu ustozlarning hammasi sizga chuqur to'g'ri yetakchilik qilib, to'g'ri yo'lga boshlay oladi. Shuningga o'xshash bizning guruhdagi savoqdoshlarmi biz bilan billa, ya'ni Ramliydar rivoyat guruhidagi barcha shogirdlar siz bilan qo'lma-qo'lni tutishib, mo'riga-mo'rini tirishib, biz chuqur boshqa guruhlardan qolmagan asosda eng yaxshi holatda menib ketalaymiz. Uning ishonchimiz bor. Ramliydar rivoyat guruhimiz sizni qarshi oladi. Qara Allah. Bizning shu rayonimizdagi naqshchilar har qanday naqshni ayta oladigan naqsh chiqadi ekan bizning rayonda. Har xil uslubchikini, har qanday naqsh bo'lsa ayta oladi ekan. Universallik. Qilishga qo'yganda kerak. Har qanday naqsh kiradi ekan. Masalan, bo'lmasa zang'zuch puroqni elish oson emas bu naqsh. Yo'q, men olamayman shaxsan. Oson emas. Eng muhimi shu naqshni chiroyli o'rinlab qo'ydingiz. Yana biriga yana desak ham degimiz keldi. Mushunda chiroyli sahna, Ipek Yolu sadosidan iborat mushunda chiroyli bir sahna. Jiq ballini bayqab tarbiyalab hozir ekkanlar mana. Shu o'zingiz uchun bir chavakchilik qiling bir. Biz o'rildik Bashiraylar. Siz qaysi guruhga kelsangiz chaqnay oladigan darajadagi naqshchi ekansiz. Jidalga sep qo'ydingizda bashimizni. Ustoqda men nurg'un gaplarni qilayotgan bor, ammo jidallashkim yo'q. Ammo jidallashib qilishdan yonmayman. Soatchi. Ayol ishlagan kimda Saat deganlar tushunasizlar. Soatning ayolchisi yo'q. Bo'lsa shunda hamma ustozlarni tanlig'im bor. Shunda hammalarning naqshini shunda yaxshi ko'rma bo'lib, Adila Adamning naqshini. Bek yaxshi ko'raman. Hatto Adamning naqshini o'qib qo'yma ancha-muncha. Bo'ldi-ku, mana natijasiz chiqdi meniki Keyin shunchalik xush bo'ldim hammalarning men uchun o'rindiq aylantirganiga. Mening oxirdagi tanlashim kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramliydar. men uchun birinchi bo'lib o'rindiq aylantirgan Hojimat Qurba ustoz. İpek yolu sadası, suygunun yok şikrası, hoş havazlar seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, Növbətki mayır 2523. Mübarək bolsun Ənvər, xoş gəldiniz. Rəhmət, xoş buldum. Bugünkü tayarlıqlarınız puxtumu? Puxta. Özünüz oylagan ustaz orunluq aylandırmay qalsa köңlüңiz yerim bulamdı? Əlbət, yerim buldu, lekin şu örülgən ustazlarını tələymizdə endi. Buldu əmsə ifadəңizin texim yaxşı bolışın için dilimizdən ümid qılımız, xeyrat qılın. Yaxşımsızlar, mening ismim Anvar Ubul. Men Xota viloyati Qaraqosh nahiyasidan keldim. Mening qiziqishim bo'lsa, musiqa ishlash, naqsha aytish degandek ishlarga alayda qiziqman.
her günü seher çıktım deniz boylarga Durup ben her günü seher çıktım deniz boylarga Saçın şok şamallar yalpıt edu her yanga Saçın şok şamallar yalpıt edu her yanga Seni oylayman, seni oylayman Seni oylayman, zar zar yığlayman Seni oylayman, seni oylayman Seni oylayman, zar zar yığlayman Kıya taşta oturup Hıyallarını süreyim Kıya taşta oturup Hıyallarını süreyim Senin sevgin ya can amrığın Denizlerden köreyim Sana intizar, ben sana intizar O güzel kız, yığlayman zar zar Ben köymegen senden başkıga Sen köyemsen menden başkıga Ben köymegen senden başkıga Sen köyemsen menden başkıga Köysen köygen vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Köysen köygin vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Oh 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 Köysen köygin vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Köysen köygin vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Men kuyarman senden yaxşıga Ben kuyarman senden yaxşıga
a'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikati Mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina nima Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunisini. Mushuke. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Salam, hörmətli sazavər bahalıq ustazlar. Salam, naq meydandakı və ekran aldakı barcha aziz tomoshabinlar. Hazırki vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Xota viloyati Qirqash nahiyasidan kelgan Mahir Anvar Obuldan hammanglarga sig'inishli salom. Hey, qaldiqa. Yaxshayna. Bizden hazır nima ish qilsa, shuni bir deyetem to'liq. Men hozir davom gruppasi Farhod G'ani ustozningki shogirdi. Müzik ishlash, Müzik akordlashtirish o'rganayotgan inimiz bu. Salam ustozlar, inimga vakoldan sizlarga salom qilaman. Bu inimizga hozir 1,5 yil bo'ldi. Bizning ishxonada Farhod G'anidan akkordlashtirish xizmatini o'rganyapti. İpekliga qatnashganini bilmayman, ammo ma'nosini aytganda shaxsan men bilmayman. Ammo ovozini men bu gap qismini tunayman. Şeviz naqshidimi şevi chiqirdi-ku bu inima. Reyni qattiq demakku. Shuning bilan bu inim meningki birinchilab o'rilishimdagi maqsad bu men shaxsan miyada o'rilmaymi bu inimni tarbiyalab bu inim bilan davomli birga ketaversam bo'ladi. Ammo men senda o'rilish orqali men bu inimga madad bermoqchi. Madad bermiz shundaq senda masalan men o'rildim, Kamilkam o'rildi. Sana nisbatan madad bo'ladi, ilhom bo'ladi. Bundan keyin sening tirishingni tegimi undimaychi zaqam. Rahmat ustoz. Bundan keyingi bosqichlar u nadan nag bo'lib ketishi u hech qaysimizga ayon emas. Men seni tabriklayman. Sen yomonkansan, sen o'tib chiqding. Rahmat ustoz. Demak, bizmi xo'sh bo'lib qoldik. Bu hamda Bulatga bizlik davomli xizmatimiz Xo'ja, Farhod, Abdusamim qatorliq yosh bolalar birlar biz davomli. Bu inimiz aşı Farhodning ishxonasiga kelgan 1 yildan oshdi. Bu hozir muzik akkordlashtirish o'rganadi Xo'ja degandek. Bu men pek diqqat qilmaylik naqsh shoyan og'icha, naqsh lo'yin qig'icha degandek bu tang aytib mangadi-ku bu. Mesela Xo'janing lo'yin bütün naqshalarimizning lo'yinini Anvarjon qilib bu tang aytib mangadi. Lekin manda naqsh aytganlar ishchidan ishib mangadi o ishxonalarda. Angliq raskab qilsam men sening ekanligingni bilmadim men. Xo'ja kuzam qaraydi, kuzam qaraydi, raskab qo'y bu hamda. Erkin Kerem akam aytgan, Xo'jan degan naqshni Anvarjon lo'yin qilgan. Balalar bu hamda. Yaxshi. Qani, Tabriklaymiz. Shikmalimdan birini. Avval bevasli men inib kelgan bo'ldi. Kamil akamninki balalar to'shab ketib, piki tushib. Vaqtni ammayli. Odilni mening gruppam inib kelsang, bularmikin deyman, qolgan boshqa ma'lumotlar nima deydi bilmadim. Rahmat ustozlar, menga bergan qimmatli bahoyinglarga ko'pdan-ko'p tashakkur. Men bu yerga kelishdan burun bir ustozni ko'nglimga pukib kelgan. Mening eng oxirgi tanlashim bo'lsa, güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkırdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Astin chiqarmas yarni cho'ngmanga Hurmat Qurban ustasi. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seydası. Oh
Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal Xalqara Sol şirkəti Kamal kiyim-kechəkləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugünkü tağımın kiyim-kiyişini oylaştınız. Bunun kiyişini teza bilemedim cuma. Qarsomilik Kamal markasındaki kestolarının yeni nüsxaları çıktı. Şunda yarışımlıqqa. Olmasa aşnadan bir şükür ekilaylı mı? Meyle, şunda kılaylı olmasa. Hemen olmayan mısın? Mayın. 当然，三百传统比蒙古族群的吴卡卡完。大家好，我是蒙古歌手吴卡卡。欢迎凯凯老师。今天非常高兴，来到丝绸之路之声，是生产新疆最丝滑的歌声的地方。今天也是个非常特别的日子，是我们丝绸之路之声10周岁生日。首先祝福我们丝绸之路之声10周岁生日快乐 ，Happy Birthday！ 我刚才也把我的生日礼物也献给了丝绸之路之声，是一首歌曲。希望我们的丝绸之路之声，今年10年、15年、20年一直这么办下去。这么好的舞台，有这么多的年轻的歌手能够在这里展现自己的才艺，让更多的人，谢谢。我觉得我们非常幸运，也感谢我们导演组做了很多的工作，祝福丝绸之路之声越办越好，祝福所有的学员都有好的成绩，祝贺大家！谢谢。 Ben bir aşıqman, san'atning aşıqıman. Ögünüşdən ögütüşkice, ögengüçüdən yetekçi boluşkice qalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzuimning kamal topadiganligiga ishondim. Chunki men Kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi-qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Növbətki mayır 176. Hoş geldiniz Merdan, mübarek bolsun. Sahnəyə çıxış aldı turvatsız, tayyorliqlaringizni aytib puxta deb qarayman shunaqo. Buldu hamsa g'ayrat qiling. Jayo. Yaxshimsizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Mening ismim Merdan Turg'un. O'zim G'uljidan keldim. Muqam o'rindash kasbining o'quvchisi. Mening bu programma qatnashishdagi maqsadim o'zimni sinab beqish maqsadida keldim.
Barmı yaralar İşkında kıldım Yüz ahu feryat Yaray yorga yeter günüm Barmı yaralar Şemi bırakı göksümde yandı Göz yaşıma bağrım gitmandı Gafletli yatken yarim uygandı Yaray yorga yeter gün Var mı yaralar Gafletli yatken yarim uygandı Yaray yorga yeter gün Var mı yaralar Yorga yeter gün Var mı yaralar Rayonumuzda serkertilik rol oynayotgan Miras Çekli şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turuk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasdan latiyalarını Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek peyzi kara çoğun küçük işki kalıp çıkıda tetip baka şununla aksa. Ben miras latiyonu biz nakşı yitip ziriksem iyi vatımız abi. Ma açık ya ma o ya. Pişigönük ya. Pezik yaptım mı bu? Yaxshimsizlar hurmatli ustozlar. Mening ismim Mardan. G'uljinning ilqinayisini. G'uljinning yamanchi ketib bordi Qaysi kasb bittadan? Muqam o'rnash kasbim. Ishkim savolashgan. Uyg'ur o'zbek emas-ku. Uyg'ur. Ishkim savolashgan juma. Haqiqatan milliy proqni voyaga yetkazib, andan keyin sizning og'zingizdan oldik muqam sinfida o'qib ekansiz. Men 2015-yil bitirgan shu muqam sinfini. Men 2008-yil jamiyatda amabab naqsh aytgandan keyin meni ba'zilar va maktabda o'qimayli naqsh o'qigan bola deb qilish mumkin, ammo men muqam sinfida to'liq 8 yil o'qigan bola. 8 yil? 3 yil jo'ja o'qidim, 5 yil muqam kasbida hisobda 8 yil o'qidim. Men de mıcık o'qibsan ha. Meni ma bimbo'ga mana mabal akab qo'yam, ma ketdi, kamilgam. Meni bimbo'ga akab qo'yib ketgan. Ammo maktab ko'rib arxivim tashkilsanglam bo'ldi, men a'la o'qigan. Yaxshi o'qigan. Muqamasam ishladigan vaqtda men o'ylashayda vaqti ketdi. Tasliqavsizda sho'ng bo'sha o'ylatgili. Aytib olding ha. Shunga Kamal guruhiga kelib ikkimiz men o'zaq bo'libdi-ki, muqamni aytmoqlar, billa aytib, men unutib qolgan, men o'ytonsiz unutib qolgan, men sizga o'ytay. Shunday qilib birlikda tang taraqqiy qildim. Men o'ylayman, men 4 ustozim, masalan, hozir bizning guruhda odam bek oz emasmi? Mali men rangli qiyitdim mencha. Bular unchalik vijdon bor. Savol gapdan havola. Masalan, Kamil akam o'zimni aksa, "Mayli ukam, sening mening" deyadi. Odiladan qo'yganlar qarindoshda ketgan. Po'latdan hozir men shunday izzatlab atdigan mo'jiq gaplarni dedi. Ukam bugun senikini toshlasa qildi deb. Zahir kam bilan o'tgan mehmonxonada o'yladi tug'an. Zahir kam o'jiqishdi, men yo'l qilgan ham bumi bo'ldi. Bugun menga yo'l ber, ammo mard Zahir kam. Gaping tugdimi? Gaping tugdi, xo'sh. Ya chiroq eti kelsa, Kamal dedim o Emin Yazkamni biz hurmatlaydigan bir ustam o bizning idoraning. Avazning insasi, hissiyotlaring bek o'xshayki. Abay deyishgandek har bir kollektivda har xil bir narsa bo'lgan deymiz o. Abay shu chang dedik, mayli abay meyshonim dedik. Sen o'xshashmaysan, milliy nasim kerak albatta. Qag'inni o'zing o'ylab ishtikrek bir qarasang ayol bo'ldigan ish qallanadi. Bir qarasang ishtikrek yaxshi gap qilding. Sen ustoz Mehmet Tursun akamning ijrosidagi bu yarallar degan naqshini o'zingning uslubida Mehmet Tursun naqsin bor? Ha, Mehmet Tursun aytgan. Mehmet Tursun kam O'zbekistonda o'qishni bitirib kelib, aytib, hozirgacha musobaqa qildi, so'rildi aytib kelayotgan naqshchi bu. Aytdi, yaxshi aytding.
Rahmat ustoz. Sendek balının kirişini arzu kılaman. Arzuyunga. Muqam to'g'ri deb desam, muqamning qonuni men ishlaymaydigini. Agar muqamning yo'lini tanlayman desang, aka shundaq-ku, masalan, milliy yo'lni tanlaydim desang hamda. Muqam mushunday yo'lda mang'atimman. Mushu yo'ldan izlanigim bor desang, sana jiqaroq yordam qilishga mening ko'zam yetib eshib qoladi. Agar boshqacharoq yo'lda mang'atim yoki o'zimni o'zgartirib boqay desang, Zahir akang bor, Po'lat akang bor, Odil adang bor, Xo'ja akang bor, hammasi bor. Lekin endi sening qancha yosh kirding hozir? 24 yosh. 24 yosh. Endi 34 yoshgacha 10 yil jarayonida endi agar mushu yo'lingni yaxshi taraqqiy qildirib manga desang, mening guruhimni to'shqizib yo'rsang men rozi hozir. Sen bilan tushida men tanlasam. Kamil kan bilan o'xshash 100 necha muqamchini mening qo'limda ishlaydi. Juma deb başlayalım. Bugün vakti kelgan vaqt Shu ajma. bu ishiltiradigan bu ishi tushki masal ishlayishni biz qilamiz yana. Bular dam ololmaydi, biz kundi billaylik. Shunday, Po'latkan vaqtida biz Bular hep kundi dam oldi. Manda qilayli, hamda men kichik bo'lsammi gap qilay? Gap qilay. Endi sen o muqam kasbida bu yil o'qib bitiramsa? Ha. Demak, sen o muqam kasbida o san'at maktabida o'qib bo'lding, bular o'qigandan sen o'qiding degina. Endi sen balkim yoki xizmat qilasiz yoki qilmazsa. Shaxsan men xizmat qilmayman. Biz o'z oldimizga nima qilsak bo'laverdi. Biz xizmat qilamiz deyishmadi-ku. Demakchi o'g'lim, endi Yani sanatdan chekinib egilik tiklab Po'latkan muqam idorasidagi 100 nechadan men boshqarma desang sal besim qilib qo'ydi shu. Shunday demakchi o'g'lim, idoraga o'rlashtira olmayman. Boshqa, zahir boshqa yo'l keltirdi bu gapni. Gap qiladi, gap qiladi. Demakchi o'g'lim, seni naqshangni shunday yaxshi ko'rdim. Avval naqshang rahmat. Meningki san bir ko'ngil so'g'im baqira. Qo'lab chiqdan soat bor. Tugmaganmi o'sa? Yo'q dedi bu. Aldanma. Saat bakıngo. Lekin mane sen o'zingga qattiq besim qilma. Ha, rostni berib. Men mushtaliqi. Rostni berib kasb haqiqiy men qo'l qo'ygan, yaxshi ko'rayotgan mush naqshlarni yaxshi o'rinlayotgan bolalarga tunugun unutib qolibdi kelmadi. Bugundan boshlab so'g'lab, lekin tunugun tanlangan bolalarga so'g'at bajuma xotirjam bo'linglar. At to'liqli yutma o'rnini. Lekin mane sen besim qilma. Bak ustazlarga besim bo'layotgan yerda sana chuqur besim bo'lib qoladi. Anandan keyin Zahirkan talla sen dötlik qilma. Anandan keyin bizniki guruhga kelsak masalanga biz o'zimiz yaxshi ko'rgan uslubdagi naqsh musiqalar bilan tangtirishimiz, tangmangimiz shu Ramlidar şirketimizga vakolatan rivoyat guruhidagi barcha shogirdlarga vakolatan seni guruhimizga qizg'in qarshi olamiz. Bir muqam o'tib qo'ya. Kepillik qilmay. Muqamdan azroq qanday bo'lsa mayli. Yar üçün sterk bulgayman Madam anden yirak Ol cehette barça besin Stermini mağzun pırak Azma herkes ezip kalma. Onu bulmayı tartışmayı Kamil bildiğinde sen bildikensen. Etrafın qarab bak, bizden grupta Muqam bilgedim, hamma narsani biladi. Bizden grupta 5 o'rin bor. Qolgan gruplar asosiyat. Mening guruhim to'shqizib xotirjam qiladi. Xo'jishimizniki o'rni xili bo'shroq. Qolgani qarasang to'shab qoldi. Yana tanlab qilib qolsa, menda tushib qoladigan ish bo'lib qoladi. Ol jihatda barchamasi. Sen ezib ketmay. Termini. To'xtab tur, gap qila olay. Maqzun pro. To'xtab tur, gap qila olay. Amazonda tuvankina. Sen ezib ketmay, ana yaxshi-chu. Sen shu rivoyat guruhini tanlasang, intayin to'g'ri tanlash bo'ladi. Men sen guruhni tanlamay, men tanla. O'ylish bo'ldingmi aka? O'ylaysan, gap qilaman. Ha, tinga qilaman. Ko'nglim fikr ustozlaring bo'ladi, mayli qaysi bo'lsa. Baraymo ya. Mening o'zimning ko'nglim fikr ustozim botdi. To'sh, mayli, u ixtiyor son qardi. Mening tanlashim
Tanlangan ziraat taza burchaklar, kuvvetli yemiş, şifalık retsept bilen tayyorlangan. Saherde bir qacha ruhluq bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati tam sajg'ingizda o't oldirdi. Tam sajg'ingizdan larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziraat taza burchaklar, kuvvetli yemiş, şifalık retsept bilen tayyorlangan. Saherde bir qacha ruhluq bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Zahir Şahablı Mutustaz. Feyze. İpek yolu sardasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seylasın, İpek yolu sardasın, İpek yolu sardasın, suygunun yok. 89 numaralık Mahir'ini sahneye teklif kılımız. Erkin qarshi olamiz. Rahmat. 7 qarar İpek Yol Sadası qatnashib hayajonlandingizmi? Hayajonlandim. Hammamiz g'ayrat qilaylik. Omad yer bo'lsin. Hello， 大家好，我是歌手艾尔肯·艾赫迈提，来自新疆吐鲁番。我是一个爱唱歌、爱跳舞、爱弹吉他的小伙子。我非常喜欢唱歌，想给大家带来一些好听的歌曲，希望大家可以喜欢。Meni ikkan go. No, yeah. 不是只有你能说 no， 看得清的人声音中，我只是每个人的伤，懂事的人都会失了慌。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在他脸上，茉莉我随便想。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在他脸上，茉莉我随便唱。你说你都懂，说我都不懂。哦，但是 baby， 你不要冷漠我，不要离开我。你的身影不断浮现在我脑海里 ，no no no yeah， 哦，你说你都懂，说我都不懂，但是 baby， 你不要冷漠我 ，no yeah， 不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，yeah。不只是只有你能说，看得清的人声音中，我只是每个人的伤，懂事的人都会失了光。不只是只有你能说，看得清的人声音中，我只是每个人的伤，懂事的人都会失了光。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在他脸上，茉莉我随便唱。咖啡在左台上，有时会随便想。美丽在他脸上，茉莉我随便唱 ，Give him my life, 'cause I don't deny, oh loving you right, no baby alright, so give him my life, I don't deny, loving you right, no baby alright, 哦你说你都懂，哦说我都不懂呀，哦但是 baby 你不要冷漠我。你不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，no no no yeah， 哦你说你都懂，说我都不懂，哦但是 baby 你不要冷漠我 ，no yeah， 不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，yeah，oh give me my life, I don't deny。I love you right, oh baby alright, so give him my life, 'cause I don't deny, oh loving you right, oh baby alright, 哦你说你都懂，说我都不懂，但是 baby 你不要冷漠我，不要离开我，
这一幕然浮现在我脑海里。Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Ochun suv chekish şirkati Ochun g'ortamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Salam hörmətli ustazlar, hörmətli şöyən dostlar. Hammangizlarga mushaq xeyirli bo'lsin. Mikrofon bo'lgan ekan bizga remixga qo'ysin to'g'ri tushunasizlar. Tushunasizlar deb qo'yib. İsmim Erkin, o'zim Turpalliq. Naqshini erkak aytirkansan. Hammangizlar degan kullan Turpallar. Bize ciddileşik aldım. Neyse çanta bir yapalım. Malimizden futurdi. Şunu naqshini. Tönegini yaqaytatimiz bu naqshini. Hiç yaşışma. Tokta? Joyada Tokta öğrengen lekin Tokta öğrengen? Tokta oturup öğrengen değil mi? Toyunu qilmagan. Deng onu öğrengen. Kasıp başıma şunu öğrengen. Hazır Turpan'da tokçuma? Ya Turpan'da naqshchi.是学的专业是多，对，供电技术应该。然后没做那个专业，没做，但就唱歌。对，你跟他练唱功特别好，他不是，他肯定天天在唱，所以唱得好。你每天在夜店上班？对，除了这种风格还唱什么？流行，流行也可以唱。Xalq naqshi aytalaydi. Xalq naqshim ancha-muncha aytalaydi. Aytalaydi. Azmat qanday aytdi? O'zing bilgandan. Aytalaydi bular. Asminingda ay bo'lib jimi olamni tan ko'rsam piyolangda choy bo'lib lavlaringni kuydirsam yumloq sen yumloq sen chiroylik men mamra. Vay. 他应该跳那个街舞也不错。我是街舞老师。是一看就是那种感觉。 Abi gençleri kürep kaldın mındak gayri. Şunu bilip kaldınız da siz uzanız evde. Beşilimiz hazır açtırmaz mı? Beşilimiz örüldü. Beşilimiz örüldü. 3 malım oturup örüldü, 2 malım turup örüldü. Nurjan küşendağını ko'rdingmi? Birga bir chiqa olamsizlar? Ha, to'g'ri. Nurjan shu Adilan gruppasiga. Ha, birga bir chiqa olamsizlar? Bo'ldi, birga birini qo'yib qara. Mening ko'rapman hozir tushud degina 10-chi bo'ldi degina. Meni to'shmoqchi. Giderni kayinli qilamas. Bo'ldi, hozir mushtlashib birga bir chiqib qoladi bular. Birga bir chiqish uchun rangdor qilish uchun bo'ldi. Birga birini bizning ko'rib o'ynab, chavakchilarni bizning ko'rib o'tdik balla. Shuni Apple'dan demoqchimi? Bir chiqadi bular. Shuni Apple'dan demoqchimi? Yo'q. Deyishon boshqa ko'rib qara. Biz sendek naqshiydi, Polatkamning balları, Adilaning balları, op o'xshash. Bu yerga kelsa. Men bizning ballar tatonglar. Siz uzansiz, nurib, chaqmayolmaysiz herga. Dinlab ket. Odamning uchun energiya maydonisi bak yo'q. Yumloq, sen yumloq, sen chiroylik men amroq. Men kichik bo'lsam bir qizga qilib qo'yay. Yana boshlandi mana. Xo'ja. Bu Erkin balakan mı? Erkinni hammamiz bilamiz. Men Turpanda 4 yil turgan odam. Erkin uzun yillik naqshchi. Bizning oldin qarordik Azmatdan ki Fuyini ikkisi bir hisobda. Men naqshiyni og'zini ichiblam, haqli deganda var men erkek ekanligini men bilib bo'lganman. Ammo Erkin yaxshi naqshchi, ko'ngliga cho'qim bir odamni pukib keldi bu yerga. Endi bu yerda biz azroq qizitamiz. Qizitmasak bo'lmaydi. Ammo lekin men bugun seni talashmay, men sana bir ustozni tavsiya qilmayman shu yerda. Komil bilan Polatkamni tavsiya qilmayman sana. Rahmat adashim. Qanday Polatka? Bir yolg'iz deb qo'ysam, Komil ag'inamni desam. To'xtab turmamsan? Polatkamnikimi? Mushu uslubdagi naqshidan bir skam. Shu qo'shilib ketsa, G'ojishkimiz Erkin Ozada o'ynaymiz buni. Mal o'g'lim mushkilda tutilla ashunda o'ynaydigan bolalar zazali. Hozir bir bilet oldi. Kanalka. O'xshamaydi. Hozir bir bilet oldi. 1,5 bilet qilamiz buni. Men ikkinglarni tavsiya qildim bu yerda. Rahmat, ag'inam, rahmat sana. Tashmol tushgan yerda aziz deydi. Sizning qadringizni men bilaman.
Sizning nima etmoqchi bo'lganingizni, nima o'rganmoqchi bo'lganingizni, qanday taraqqiy qilishingizni mushu uslubdagi naqshchilar hozir bag'an siri mo'llashadi. Mushu uslubdagi naqshchilarningki texmo ko'plab chiqishini, texmo bozorli xo'p ketishinglarni umid qilmayman. Men shu yo'lga sizni to'g'ri boshlay olaman deb o'ylayman. Ammo Adiladan marketing to'g'ri boshlayapman. Yamanji qallis billatdi, yamanji qula, savob hargiz bormagan. Asma. Hammasi o'zining yo'lini o'zi topadi. O'zini nurlantirdi. O'zingizga ishoning fikam. O'zing o'ylab chiq fikam. Nekanjing Abay Zayrikam degandek sen bizga natunish emas. Seni tuniymiz. Sening nadan nakaga chiqqandan naqshaytirg'ini, qanday uslub naqshaytirg'ini shaxsan biz bilamiz. Naqshaytirgan u. Sen ismi jismingga loyiq erkin, naqshami shunda erkin. Ma erkindek uslubda naqshini hozir holatida aytsa 3-4 soat aytqiluvdi amay. Shunda o'zini qo'yib erkin aytdi-ku. Abay dedemish ma'lumnomsi. Sen ko'nglang birsini pukib kelding. Shunda-ku bizning shunda talashqimiz bor. Sen hozir ko'tirib makagim bormi? Ko'tiralaymi sen hozir? Ko'tirib makagim bor. Endi eng muhimi, ko'nglingni kimni o'ylagan bo'lsang, shuni tanlig'im menchi. Sen matalantiki bala, sen plansiz kelmaysiz bu yerga. Şunu planın bak, şunu men artık yakınmayım. Mayırlağı hazır nincelikni talaşmayımız desen uyagan gap oldu. Nincelikni talaşsılar, lekin sizlar Polatkan abay bir gapni bek to'g'ri dedik. Sizlar nimaga erishmoqchi? Mushu sahnada turgan 3 minut sizlarningki. Sizlar mush 3 minutni qanday qilmadingizlar, shunda qila olaysizlar. Biz ustoz bo'lgan odam sizlarga mush 3 minutni sizlarning ko'nglinglardagidek chiqarishni biz yordam qilamiz shunoga. Lekin sahnaga chiqib ijro qilgan odam yana sizlar. Shunaqa Hamda sahnaga chiqib mush 3 minutning ichida sizlar faqat ikkili narsani o'ylanglar. Biri, sizlarni to'nimagan ko'rarmanlarni o'zingizlarga tuntinglar, qaritinglar. Qanday qilib bo'lsin? Tushuninglarmi? Aqlli bo'lsanglar, qanday qilib bo'lsin? Yana biri, sizlarni yaxshi ko'rgan bir turkum sizlarningki finsillaringlar bor. Shunaqa, finsil emasa finsillaringlar. Shu finsillaringlarga umidini yerda qo'ymanglar. Ular texmo sizlarning tefinsiga aylansın. Amaliyotda kalanglarni ishlasanglar, sizlar qildigan mush birlam ish bor, asarni to'g'ri tanlab, ijroni yaxshi o'rindash. Tugiding. Qani, Erkinjon ha. Amsi amma ustozlarning o'rilganiga rahmat. Men Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochak şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochak şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak shirkati 3 ming yuan qiymatidagi dutlar bilan mukofotlaydi. Yepak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yepak yo'li sadasi. Yepak yo'li sadasi. Yok çigrası, hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Gider kengri dalaga küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi nur kaytıdı
havazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sarbası Süygünün yok çigrası Hoş havazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çigrası İpek yolu sadası Kuş havazla seynası Qadim ipek yolida Caramlaydı qoğurak Kiter kavri dalağa Köy nakşimiz bekira Bir yürekten muğla kül Göz açıdı seherde Bir yürekten muğla kül Göz açıdı seherde Ul eşidir toyga toy Bəxtlər səfərdə İnsan düşər səfərdə Bəxti günlər səhərdə İnsan düşər səfərdə